Instagram menga juda ham ko'pgina yangi insonlar bilan tanishuvlarni bergan va sizlarga juda ham foydali bo'ladigan bitta inson bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Undan oldin esa mana shu korobochkani raspakovka qilamiz. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan insonim Kidsplay magazining content menejeri. Ular yosh onalar uchun juda ham qiziqarli blog yurg'izadilar. Doimo nutritsiolog, pediatrlar bilan birgalikda ish olib borganliklari uchun men bilan ham juda ham foydali informatsiyalar bilan bo'lishadilar. Va kelinglar hozir mana shu sunduchoqda nima borligini birgalikda ochib ko'ramiz. Birinchisi bu mening ilk qadamim degan albom. Bu yerda Xudo xolasa bo'lajak farzandimni har bir kunini, har bir esda qolarli kunlarini rasm orqali joylashtiradigan bu albom berib yuboribdilar. Men ularni bloglari orqali mana shu firma bolalar uchun eng beziyon ekanligini bilganman. Bola uchun foydali bo'ladigan yangi hayvonlar va bunaqa pisochinchida o'ynaydigan o'yinchoqlar. Pastda opisaniyada ularni bloklarini qoldiraman. Siz ham kirib podpiska bo'lib qoling. Bunaqa narsa ham beribdilar. Menimcha dars qilishga bo'lsa kerak. Va menga eng yoqgan narsa yaqindagina ular video qo'ygandilar, reels qo'ygandilar. Zo'r narsa haqida. Hozir buni sizlar bilan birga bo'lishmasam bo'lmaydi. Bu garshok ajoyib narsalar topiladi bunisi. Yana akkauntlarga kirib o'tsanglar, mana shu garshokni qanaqa ishlatish bo'yicha videosi bor. Raskladушка shaklida ochiladi, bunaqa bundoq tiqiladi va unga komplektda paketlar bor. Juda ham foydali narsa. Men bunaqa narsani birinchi marta ko'ryapman. Ayniqsa endigina garshok o'rganayotgan bolalar uchun bu zo'r narsa deb o'ylayman. Chunki ko'chada ketayotganda bunday raskladушка qilib ochiladi, ichiga bola ishlarini qiladi, bo'ldi все. Ularning akkauntlarida juda ham ko'p foydali narsalar bor. Bolalar uchun, ayniqsa yosh onalar uchun tavsiya beraman. Tezgina podpiska bosib qo'yinglar. Chunki bunaqangi life hacklar, interesli narsalar, bolaning ovqatlanishi va bolaning rivojlanishi uchun zo'r narsalar har doim qo'yganlar videolarida.